Men lab balzamiman. Meni lablaringga ozgina surt, kun davomida takrorla. Agar ishlatmasang, lablaring quriydi va yoriladi. Meni yumshoq cho'tka bilan sekin va aylantirib tozalang. Qattiq ishqalamasangiz, men sog'lom qolaman. Men machalkaman. Meni sovun bilan yumshoq qilib ishlat. Qattiq ishqalama noshi, teringni asra. Men dezodorantman. Meni faqat toza va quruq teriga surt. Ko'p surmang, oz miqdori yetarli. Men tish ipiman. Meni sekin tortib, tishlar orasini ohista tozalang. Qattiq tortmang-chi, milklaringizni asrang. Men tish pastasiman. Meni ozgina siqib, yumshoq cho'tka bilan ishlat. Qattiq bosmama, bo'y, tishingni asra. Men hojatxona cho'tkasiman. Meni suvga botirib, sekin va aylantirib ishlat. Qattiq bosmang, tozalikka shoshilma. Men suyuq sovunman. Meni oz miqdorda olib, qo'lingni yaxshilab ishqala. Ko'p ishlatma, tozalikka yetadi. Men unitazman. Hojatxonada uzoq telefon bilan o'tirish sog'liq uchun zarar. Tezroq turing va tanangizni asrang. Men tualet qog'oziman. Meni qattiq va ko'p ishqalab ishlatsangiz, teringiz zarar ko'radi. Men sovunman. Agar meni suv ichida qoldirsangiz, erib ketaman. Qattiqligim yo'qoladi, tez tugayman. Meni vaqti bilan tozalab turing. Aks holda suvim kamayar, bosimim yo'qoladi.